Hurmatli tomoshabinlar, aziz do'stlar, bugun har biringizga taalluqli juda muhim mavzuni muhokama qilamiz. Hozir aytadiganlarim nafaqat shaxsiy moliyaviy xavfsizligingizni, balki kelajakdagi iqtisodiy barqarorligingizni ham belgilab beradi. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki hayotiy zarur ma'lumot. Agar hozirda internet orqali pul o'tkazmalari qilsangiz, onlayn xaridlar qilsangiz yoki umuman raqamli pul bilan ishlasangiz, bu video aynan siz uchun. Shuning uchun diqqat bilan tinglang va hoziroq kanalga obuna bo'lishni, videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shunchalik muhim. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini eslab olaylik. Bir necha yil oldin bank kartasidan boshqa bir kartaga pul o'tkazish juda oddiy jarayon edi. Telefoningizga mobil ilovani o'rnatasiz, qabul qiluvchining karta raqamini kiritasiz, summani yozasiz va pul darhol yetib boradi. Hech qanday qo'shimcha tasdiqlashlar, savollar yo'q edi. Ko'pchilik uchun bu jarayon shunchalik odatiy holga aylanganki, uni hatto moliyaviy operatsiya deb ham qabul qilishmasdi. Bu shunchaki do'stimga qarzimni qaytardim, onamga pul yubordim yoki onlayn magazinga to'ladim kabi harakatlar edi. Hech kim bu tranzaksiyalarning manbasi, chastotasi yoki hajmi haqida ortiqcha o'ylamasdi. Asosiysi tezlik va qulaylik edi. Ammo bugungi kunga kelib vaziyat tubdan o'zgardi. Yaqinda raqamli moliyaviy tranzaksiyalar xavfsizligi va shaffofligi to'g'risidagi yangi qonun qabul qilindi. Bu qonun nafaqat pul o'tkazmalari jarayonini murakkablashtirdi, balki har bir fuqaroning moliyaviy harakatlariga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Endi shunchaki karta raqami va summa bilan cheklanib qolish imkoni yo'q. Har bir pul o'tkazmasi har bir onlayn to'lov tizim tomonidan kuzatiladi va tahlil qilinadi. Asosiy o'zgarish bu har bir foydalanuvchining shaxsini raqamli identifikatsiya qilishning majburiyligi hamda belgilangan me'yorlardan oshgan tranzaksiyalar uchun qo'shimcha ma'lumotlar talab qilinishidir. Banklar va to'lov tashkilotlari endi sizning har bir moliyaviy harakatingiz haqida ma'lumotlarni yig'ishga va ularni tegishli davlat organlariga taqdim etishga majbur. Bu esa moliyaviy operatsiyalarda shaffoflikni oshirish, noqonuniy pul aylanmasini oldini olish, terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish kabi muhim maqsadlarni ko'zda tutadi. Lekin bu oddiy fuqarolar uchun ham ba'zi noqulayliklar va yangi majburiyatlarni keltirib chiqardi. Qisqasi, o'tmishdagi qulaylik o'rtada bugun jiddiy tekshiruvlar va javobgarliklar turibdi. Endi yangi qonunning asosiy jihatlarini atroflicha ko'rib chiqamiz. Nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi mumkin. Birinchidan, asosiy o'zgarish raqamli identifikatsiya, digital ID va tranzaksiya limiti. Yangi qonunga ko'ra, har qanday raqamli pul o'tkazmasini amalga oshirishdan oldin shaxsingizni tasdiqlovchi yagona raqamli identifikatsiya tizimida ro'yxatdan o'tishingiz va barcha bank kartalaringizni ushbu identifikatorga bog'lashingiz shart. Bu degani kartangizdan amalga oshirilgan har bir tranzaksiya sizning shaxsiy ma'lumotlaringizga bog'lanadi. Shuningdek, har fuqaro uchun kunlik, haftalik, har bir fuqaro uchun kunlik, haftalik va oylik tranzaksiya limitlari belgilandi. Masalan, jismoniy shaxslar uchun kuniga 5 million so'mdan, haftasiga 20 million so'mdan va oyiga 8 million so'mlar uchun qo'shimcha tasdiqlash va manba ko'rsatish talab qilinadi. Bu limitlar shartli raqamlar bo'lib, iqtisodiy vaziyatga qarab o'zgarishi mumkin, ammo g'oyaning mohiyati shunda. Agar bir oyda taqriban million so'mdan ortiq pul o'tkazmasini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, bank sizdan ushbu mablag'larning kelib chiqishi va maqsadi haqida batafsil ma'lumot so'rashi mumkin. Bu pul o'tkazmasini siz tegishli hujjatlarni taqdim etmaguningizcha to'xtatib turishga ham olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, kimlar xavotirlanishi kerak? Bu qonun ayniqsa quyidagi guruhlarga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. 1. Frilanserlar va kichik onlayn sotuvchilar. Agar web dizayn xizmatlari ko'rsatsangiz, onlayn repertorlik qilsangiz, qo'lda yasalgan buyumlar sotsangiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali mahsulot yetkazib bersangiz va to'lovlarni shaxsiy kartangizga qabul qilsangiz, endi bu tranzaksiyalar diqqat markazida bo'ladi. Masalan, Farhod ismli dasturchi Telegram orqali xorijiy mijozlardan bir oyda 400 AQSh dollari, taxminan 4 million so'm miqdoridagi to'lovlarni milliy bank kartasiga qabul qilardi. U bu pulni do'stlariga va oilasiga ham yuborib turardi. Yangi qonun bilan Farhodning kartasidagi tranzaksiya hajmi 5 million so'mdan oshishi bilan bank unga so'rov yuborishi mumkin. Agar u daromadlarni deklaratsiya qilmagan bo'lsa, soliq idoralari bilan muammolarga duch kelishi mumkin.
bank kartasini vaqtincha bloklashi ehtimoldan xoli emas, toki u mablag'larning manbasi tasdiqlamaguncha. Bu uning moliyaviy faoliyatini to'xtatib, jiddiy qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. 2. Katta miqdordagi pul o'tkazmalarini amalga oshiruvchilar. Agar siz oila a'zolaringizga muntazam ravishda katta miqdorda pul yuborsangiz, masalan, chet eldan topgan pulingizni oilangizga o'tkazsangiz yoki jamoatchilik loyihalari uchun mablag' yig'sangiz, siz ham e'tibor markazida bo'lasiz. Misol uchun, Dilfuza xola har oyda chet eldagi o'g'lidan ehtimud AQSh dollari taxminan 6 million so'm miqdorida pul o'tkazmasini qabul qilardi. Endi bu summalar uning kartasiga tushganda bank SMS yoki ilovada ogohlantirish yuborishi mumkin. Iltimos, mablag'larning kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim eting. Agar buni bajarmasa, keyingi o'tkazmalar bloklanishi yoki kartasi vaqtincha muzlatilishi mumkin. Bu Dilfuza xola kabi insonlar uchun stressli vaziyatlarni keltirib chiqaradi. 3. Noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanuvchilar. Yangi qonunning asosiy maqsadi noqonuniy moliyaviy operatsiyalar, narkotik savdosi, terrorizmni moliyalashtirish, soliqdan qochish kabi jinoyatlarga qarshi kurashish. Agar kimdir bunday faoliyat bilan shug'ullansa, ular uchun har bir harakat juda xavfli bo'ladi, chunki tizim hamma narsani ko'radi. 3-dan, kimlar xavotirlanmasligi kerak? Agar siz faqatgina maosh kartangizga oylik maoshingizni qabul qilsangiz, do'konlarda oddiy xaridlar qilsangiz, kommunal to'lovlarni amalga oshirsangiz va juda katta miqdordagi pul o'tkazmalarini muntazam ravishda amalga oshirmasangiz, katta xavotirga o'rin yo'q. Masalan, Oybek ismli o'qituvchi har oyda 3 million so'm maoshini kartasiga oladi va bu pulni asosan oziq-ovqat, transport va kommunal xizmatlarga sarflaydi. U do'stlariga kamdan kam holatlarda 200 ming so'mdan o'tkazmalar qiladi. Uning umumiy oylik tranzaksiya hajmi 5-6 million so'mdan oshmaydi. Oybek uchun bu yangi qonun deyarli hech qanday muammo tug'dirmaydi. Chunki operatsiyalari belgilangan limitlardan ancha past va qonuniy daromadi doirasida. Biroq u ham raqamli identifikatorni bankka taqdim etishi va kartalarni unga bog'lashi shart bo'ladi. Bu faqat bir martalik kichik harakat. Endi esa bu qonunning o'ziga xos jihatlari, istisnolari, tuzoqlari va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik tomonlari haqida gaplashamiz. 1. Istisnolar mavjudmi? Ha, ba'zi istisnolar mavjud, lekin ular juda cheklangan. Masalan, davlat tashkilotlariga to'lanadigan soliqlar, jarimalar, davlat xizmatlari uchun to'lovlar, shuningdek pensiya va nafaqa to'lovlar tizim tomonidan avtomatik tasdiqlanadi va ularga limitlar qo'llanmaydi. Bu mablag'lar qonuniy manbaga ega bo'lganligi sababli avtomatik ravishda shaffof deb hisoblanadi. Shunga qaramay, shaxsiy kartangizdan doimiy ravishda yuqori miqdordagi soliq to'lovlarini amalga oshirsangiz, bu ham diqqatni tortishi mumkin. Chunki bu kartangizda davlatga katta miqdordagi to'lovlar uchun yetarli mablag' borligini ko'rsatadi va bu mablag'larning manbasi qiziqish uyg'otishi mumkin. 2. Tuzoqlar va pitfallar. Mening kartam, lekin do'stim foydalanadi. Bu juda keng tarqalgan holat. Odamlar kartalarini do'stlari, oila a'zolari yoki hatto hamkorlariga berib, ular orqali to'lovlarni amalga oshirishadi. Masalan, Dilshod aka bank kartasini kichik o'g'liga berdi, chunki o'g'lining hali o'z kartasi yo'q edi. O'g'li shu karta orqali kuniga 2-3 million so'mlik onlayn o'yinlar uchun pul to'laydi yoki kichik biznesi uchun tovarlar xarid qiladi. Bu pul Dilshod akaning kartasidan o'tadi va barcha tranzaksiyalar uning nomiga yoziladi. Agar o'g'lining xaridlari haftalik yoki oylik limitlardan oshib ketsa, Dilshod aka bankdan izoh talabnomasi olishi mumkin. Bu yerda masala murakkablashadi. Dilshod aka o'g'lining daromadlarini qanday asoslab bera oladi? Huquqiy jihatdan Dilshod aka tranzaksiyalarning egasi hisoblanadi va barcha javobgarlik uning zimmasiga tushadi. Eng to'g'ri yo'l har bir oila a'zosining o'z shaxsiy kartasiga ega bo'lishi va uni digital ID'siga bog'lashidir. Qarzni bo'lib qaytarish ko'pchilik moliyaviy operatsiyalarni kamroq e'tibor tortish maqsadida kichikroq bo'laklarga bo'lib o'tkazishga harakat qiladi. Masalan, bir kishiga 1 million so'm yuborish kerak bo'lsa, uni 5 ta 3 million so'mlik o'tkazmalarga bo'lib yuborish. Bu usul samarali tuyulishi mumkin, lekin zamonaviy moliyaviy monitoring tizimlari bunday parchalash sxemalarini juda oson aniqlaydi. Ular bir xil qabul qiluvchi yoki yuboruvchiga qisqa vaqt oralig'ida amalga oshirilgan bir nechta kichik tranzaksiyalarni yagona katta tranzaksiya sifatida baholash mumkin. Bu holatda sizning harakatingiz noqonuniy moliyaviy faoliyatni
yashirishga urinish sifati talqin qilinishi va jiddiyroq tekshiruvlarga olib kelishi mumkin. Bu esa smurfing deb nomlanuvchi pul yuvish sxemalariga o'xshash bo'lib, jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xatolik va noto'g'ri ma'lumot. Agar digital ID'ni ro'yxatdan o'tkazishda yoki kartalarni bog'lashda xatolikka yo'l qo'ysangiz, bu ham moliyaviy operatsiyalaringizning bloklanishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, pasport seriyasi noto'g'ri kiritilishi, ism familiyaning bankdagi ma'lumotlar bilan mos kelmasligi kabi holatlar. Tizim avtomatik nomuvofiqlikni aniqlaydi va xavfsizlik chorasi sifatida harakatlaringizni cheklab qo'yadi. Bu kichik xatolik bo'lsa-da, uni bartaraf etish uchun bankka shaxsan borishingiz, vaqt va asabingizni sarflashingizga to'g'ri keladi. Nozik nuanslar, elektron hamyonlar, e-wallets va kriptovalyuta. Yangi qonun nafaqat bank kartalariga, balki elektron hamyonlar va hatto kriptovalyuta birjalaridagi operatsiyalarga ham taalluqlidir. Agar mobil ilovalar orqali elektron hamyonlardan faol foydalansangiz, ularni ham digital ID'ingizga bog'lashingiz talab qilinishi mumkin. Kriptovalyuta birjalari orqali amalga oshirilgan katta operatsiyalar mahalliy qonunchilikka muvofiq kuzatilishi mumkin. Hozirda kriptovalyuta bilan bog'liq qonunlar to'liq shakllanmagan bo'lsa-da, ularni ham ushbu umumiy moliyaviy shaffoflik tizimiga kiritish rejalari bor. Bu degani kelajakda kripto aktivingizni naqdlash yoki sotib olishda ham mablag'larning manbasi so'ralishi mumkin. Chet el kartalari va xalqaro o'tkazmalar. Agar chet el banklarining kartalaridan foydalansangiz yoki chet elga pul o'tkazmalari qilsangiz, bu holatda ham o'ziga xos qoidalar mavjud. Pul o'tkazmalari har doim mahalliy qonunlar doirasida kuzatiladi. Ayniqsa, kiruvchi xalqaro o'tkazmalarda mablag'larning qo'nida manbasi doimiy tekshiriladi. Agar sizga xorijdan katta miqdordagi pul kelib tursa, bank sizdan ushbu mablag'larning manbasini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, ish haqi ma'lumotnomasi, xizmat ko'rsatish shartnomasi, meros hujjatlari taqdim etishni so'rashi mumkin. Bu jarayon xalqaro pul yuvishga qarshi kurash choralarining bir qismidir. Yangi biznes modellari, onlayn platformalar, mikrokredit tashkilotlari, crowdfunding platformalari ham ushbu qonun doirasida yangi cheklovlar va talablarga duch keladi. Agar siz bular bilan ishlasangiz, ularning yangi qoidalarga qanday moslashganini bilish muhim. Masalan, kichik onlayn do'kon ochmoqchi bo'lsangiz, to'lovlarni shaxsiy karta orqali emas, balki rasmiy ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlik subyekti sifatida qabul qilishingiz va soliq to'lashingiz shart. Aks holda kartangizga kelib tushgan to'lovlar biznes daromadi sifatida baholanib, sizdan tegishli soliqlar undirilishi mumkin. Bu kabi nozik jihatlarni e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Har bir moliyaviy harakatingizni rejalashtirishda va amalga oshirishda bu yangi qoidalarni hisobga oling. Xo'sh, endi eng muhim savolga javob beramiz. Nima qilish kerak? Qanday qilib bu yangi qoidalarga moslashish va muammolardan qochish mumkin? Quyida siz uchun aniq ko'rsatmalar beraman. 1. Raqamli identifikatoringizni ro'yxatdan o'tkazing va kartalaringizni bog'lang. Qayerga borish kerak? Birinchi navbatda elektron hukumat markazlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Ayrim banklar mobil ilovalar orqali ham onlayn taklif qilmoqda, lekin ishonchlik uchun shaxsan borish afzal. Qanday hujjatlar kerak? Pasportingiz, yangi ID kartangiz, shaxsiy identifikatsiya raqamingiz, JSR va agar bo'lsa, ilgari olingan bank kartalaringiz haqidagi ma'lumotlar. Nima qilish kerak? Markaz xodimi sizga yagona raqamli identifikatsiya tizimida ro'yxatdan o'tishingizga yordam beradi. Sizga noyob digital ID raqami beriladi. Shundan so'ng bank mobil ilovangizga kirib, barcha faol bank kartalaringizni ushbu digital ID'ingizga bog'lashingiz shart. Bu bir martalik jarayon bo'lib, ko'p vaqtingizni olmaydi, lekin kelajakdagi muammolarni oldini oladi. Agar sizda bir nechta bank kartasi bo'lsa, barchasini bog'lang. Agar bir nechta bankda hisob raqamlariga ega bo'lsangiz, har bir bankning mobil ilovasi orqali bog'lanishni amalga oshirish talab etiladi. 2. Moliyaviy faoliyatingizni shaffoflashtiring. Agar freelancer bo'lsangiz yoki onlayn savdo bilan shug'ullansangiz, daromadlaringizni rasmiylashtiring. Qayerga borish kerak? Eng yaxshi yo'l yoki tartibdagi tadbirkor YTT sifatida ro'yxatdan o'tish yoki o'z-o'zini band qilgan shaxs maqomini olish. Bu sizga daromadlaringizni qonuniy asosda olish va soliq to'lash imkonini beradi. Soliq idorasiga yoki Davlat soliq qo'mitasining veb-saytiga murojaat qiling. Nima qilish kerak? Soliq mobil ilovasi orqali o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish juda oson. Siz har oyda minimal miqdordagi ijtimoiy soliq to'lab,
daromadingizni qonuniylashtirasiz. Bu sizni katta jarimalardan va kartangizning bloklanishidan himoya qiladi. Agar ITT sifatida ro'yxatdan o'tsangiz, biznes uchun alohida hisob raqami ochish tavsiya etiladi. Shunda shaxsiy moliyangiz va biznes moliyangiz ajratilgan bo'ladi. Bu tekshiruvlar paytida katta qulaylik yaratadi. O'tish. Limitlarni kuzatib boring va hujjatlarni tayyorlang. O'z banklaringizning mobil ilovalarida kunlik, haftalik va oylik pul o'tkazmasi limitlarini tekshirib turing. Har bir bankning limitlari biroz farq qilishi mumkin. Agar yuqorida aytilgan limitlardan oshib ketishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, mablag'larning manbasini tasdiqlovchi hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'ying. Masalan, xizmat ko'rsatish shartnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, qarz shartnomalari notarial tasdiqlangan bo'lishi afzal va boshqalar. Bu hujjatlar sizdan so'ralgan taqdirda tezda taqdim etish uchun qo'lingizda bo'lishi kerak. Bu mablag'lar qonuniy ekanligini isbotlash uchun asos bo'ladi. Misol uchun, agar kimdandir katta miqdorda qarz olsangiz, buni rasmiy qarz shartnomasi bilan rasmiylashtiring. Bu ayniqsa do'stlar orasidagi katta miqdordagi naqd bo'lmagani qarzlar uchun muhim. 4. O'z kartangizni boshqalarga bermang. Yuqorida aytib o'tilganidek, hech qachon bank kartangizni boshqalarning foydalanishiga bermang. Har bir karta egasi uning ustidagi barcha operatsiyalar uchun shaxsan javobgardir. Agar siz oila a'zolaringizga pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, ularning o'z kartalariga to'g'ridan to'g'ri o'tkazma qiling. Agar ular hali karta olmagan bo'lsa, ularga bankka borib karta ochishga yordam bering. Yoshlar uchun o'z kartasiga ega bo'lish hozirgi kunda juda oson. Bo'lajak SMS xabarnomalarini e'tiborsiz qoldirmang. Bankdan keladigan har qanday SMS xabarnoma yoki mobil ilovadagi ogohlantirishni jiddiy qabul qiling. Ayniqsa, tranzaksiyalar bo'yicha qo'shimcha ma'lumot so'ralgan xabarlarga darhol javob bering. Ularni e'tiborsiz qoldirish kartangizning bloklanishiga yoki jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Bank sizga bir necha kun ichida javob berishni so'rashi mumkin. Shuning uchun tezkor harakat qilish muhim. 6. Shubhali takliflardan saqlaning. Internetda kartangizni qarzga berish evaziga daromad, noqonuniy yo'l bilan pul o'tkazish yoki firmani aldash kabi takliflardan uzoqroq turing. Bunday sxemalarga aralashish jiddiy huquqiy muammolarga olib kelishi mumkin. Bu jinoiy javobgarlikka tortilishga asos bo'lishi mumkin. Bu tavsiyalar moliyaviy barqarorligingiz va xavfsizligingizni ta'minlash uchun juda muhim. Ular qiyin bo'lib tuyulishi mumkin, lekin ularga rioya qilish kelajakdagi bosh og'riqlardan xalos qiladi. Aziz tomoshabinlar, bugungi videoda aytilgan har bir so'z, har bir tavsiya moliyaviy hayotingizda yangi davr boshlanganidan darak beradi. Moliyaviy shaffoflik va xavfsizlikka qaratilgan bu o'zgarishlar dastlab noqulayliklar tug'dirishi mumkin bo'lsa-da, uzoq muddatda har bir fuqaroning manfaatlariga xizmat qiladi. Ular noqonuniy faoliyatga qarshi kurashish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va barcha uchun teng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan. Esingizda bo'lsin, ogohlangan, qurollangan demakdir. Bugungi ma'lumotlar bilan qurollanib, siz kelajakdagi har qanday moliyaviy muammolarga tayyor bo'lasiz. O'zingizni himoya qiling, qonuniy ravishda ishlang va mamlakatimiz iqtisodiyotining shaffof rivojlanishiga o'z hissangizni qo'shing. Bu mavzu bo'yicha shaxsiy fikrlaringiz, tajribalaringiz yoki savollaringiz bo'lsa, iltimos izohlarda yozib qoldiring. Men va jamoamiz ularning har biriga e'tibor qaratamiz. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, unga like bosing va do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizni yana ko'plab muhim va foydali ma'lumotlar kutmoqda. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.